Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dersimizinki to'xtab qolgan yerdan davomlashtirishimiz inshaalloh. Musannif deydi: Vaqila fil marmiy vaqila fil marmiy marmaviyyu vaqtira fi isti'malihim marmiyyu deydi. Ve değildi mermiyyunda çoğu mermevi mundaq deyilibdi. Mermiyyon degan şu özünki özün yasine mermiyyon eleydigan o'xshash aslisi mermuyun. Mermiyun aslisi mermuyun. Bu ism maf'ulda maf'ulun vazifesi kelgan. Mermuyun. Vav ya cemikal bir kelimede. Avvalki harf vav. İkincisi ya. Bu avvalki harf o sakin oldu da. Mermuyun. Qaysi u vav. Bu vav ne? Hem de yağır kıvattık. Ne buldu bu? Mermuyun buldu. Mermuyun. İdgamın şartı mevcut oldu. İdgamın şartı neydi? Avval harf sakin. İkinci idgamın şartı ikki harf bir cinsden bo'lgan bo'lib, avval sakin, ikinci hareket kılış gerek. Bir yerde avvalgisi sakin bo'lgan, yani ikkinchi harakat bo'lgan yaga kirgizib idg'am qilyaptik. Marmuyun bo'ldi. Ya o'zining maqablisini, o'zining ilgak harfining zir bo'lishini talab qiladi degan qoidaga berib, o yaninki ilgak harf mimni zir qilyaptiki, marmiyun oldu. Demek bir yerda marmiyundaki ya o'zining yosi ekan. Hargizcho bu nisbat berilib kelib qolgan yo emas ekan. Bu marbiyunsa nima marbiyunga mansub marbiyulluq deyilmaydi-da. Yani etilgan demakchi bor. Ism maf'ul maf'ulun vazifasiga kelgan ism maf'ul etilgan narsa deganga o'xshash. Bu marbiyunda deyilibdi ba'zi marbiyunda marmaviy mi deyilibdi. Bunun o'zida marmaviy qandaq marmaviy bo'lib qoldi deganda bu yani o'zining yosiga marmiyun degan yani vovga kep marmaviy qilib turib yoy mushaddatni akhirliklar marmaviyun anda ham deyilibdi deydi. Marmiyundagi o'zining nafsi yosi bo'lgan o'zining yosi bo'lgan tashdidliq yani o'zini vovga o'tkadik. Marmaviy bo'ldi-da marmaviy. Mermivi, ha? Mermivi oldu o vakıtta. Mermivi. Yay müşeddet ne? Taşkane kaldı ki mermiviyyun o kaldı. Mermiviyyun. Hem bu kesir biraz yine kalganda fatha nispeten igir. Kesra ve damma fatha nispeten igirrak hareket. Bunun kurtuluş için bu nimaga vovning maqabsincho zavar qildik. Marmaviyin bunda holda deydi. Deyildi marmiyinda marmaviyun mu deyildi. O'zining asl yosini vovga kep anınki yoy nisbatdan kelib marmaviyun bundan deyildi deydi. Vaqtira isti'malihim marmiyu ve tanlandı o nuhatlarınki işletilişide mermiyonu tallandı. Normalde KGB'si çok mermiyon da geldi, mermiyon değil mi değil, değil. Bu kadar çünkü kaydı tüketi de bir isimden ahiri ya, nim olsa yay müşeddet olsa. Bu yay müşeddet iki harften kinke nim olsa iki harf çoğu, iki yak, ikinin köperek harften çoğu, kendi kegen olsa. İki yak, iki harften, cakarak harften aqısı kegen olsa. O yaymış şeddetine az kırında o kaçan bir yere nispet verilse diyen bir kaydı ketken. Mesela Şafii'de çoğu, Şafii hayyun değildi. Şafii'ye mensup diyendek. Yani uzunki yasını az kılıp ketti. Yani ki Şafii diyen bu ya, yay nispet kaldı.
Mermiyin de şundaq. Mermiyin de mi? Özün yağısını azıp kılıp, yaymış edetme ekegen bulup, mermiyon ana deymiz deydi. Yukarıki kayda banan. O kaydı kaysı bir isimnin ahire. Yaymış edet olsa. Şapiyon. Mermiyon deyin olsa. Yaymış edet olsa. Bu içkinin içkinin köperek heriftin çoğu kendi kegen bolsa. Mesbuh olsa da peki peki yani kendi kegen bolsa. İçkiden köperek heriftin çoğu mesbuh olan bolsa ki kendi kegen bolsa ona nispet verişte az kılış vacip dep. Hoş. Demek manında mermiyon deyiş naytallangan. Ama hazb kılın. Ama bunu hazb kılmay, kalıp kılıp mada okuş umum meyli değil. Mermiyinde, mermeviyinde. Lekin evlara kaysi hazb, mermiyinde. Bu şu ihtiyar kılmış tallan değil. Hoş. ونحو حي فتح ثانيه يجب وردده واوا إن يكن أنه قلب deydi. Ve hayyinin okşi deydi. Hayyinin okşi. O hayyininki ikincisinin fethası vacip olur deydi. Ve nahu hayyin. Hay degan bir kelimenin okşi. Bu birinci mubtada. Fethu sanihi bu ikinci mubtada. Yecib haber. Hayyinin okşi. Hay degan bir kelimenin okşi. Onunki ikinci harfine zavar okuş vacip olur. Qanday deyildi masalan hayaviy deb hayyun degan nisbat qilgan bo'lsa shu faloni malik degan bo'lsak hayaviy mana deyildi deydi hayaviy deb bu o'ziniki yosini vovga o'tkidoq oxiriga ya nisbatan keldi uni ikkinchi harfni zavar qildiki hayaviy deb ana hadin kengi kelgan yoni zavar o'qidi hayyinning o'qishi onun ikinci harfinin fethası vacip olur. Varduthu ve in yakun anhu kulib ve kaytırıp egenemdi. Aşşo nimine ikinci harf ne? Varduthu vav ve in yakun anhu kulib kaytuğun o nimine o yani vav götküvetkin. Eğer o ya aş vavdillan kalıp kılıngan bolsa aslında. Aslında çoğu bu vavdin kelgan bolsa u ya onu qaytarıvatmın. Masalan tayyun depdik. Tayyun. Bu nisbeten bolsa qanday qilamiz? Tavaviyun. Tay binasi qatlamaq. Qatlaqqa mansub. Qatlangan narsa deganda. Qatlaqlikkan ma'nosida qo'yamdiq. Tayyun. Onu cemiyetler nispet etsak ne diyeceğimiz tavaviyun der. Çünkü aslısı bu tavayetvi, tavayittu. Ben katıldım ben. Ana tavayit ben katıldım ben. Yevme kede ya Tayyi semai min sicilli kema de bir ayet var o. Olsun demiş. Ayet olmuştu. Böyle. Hatayı sicilli kema bir katılın defterine katılılmış gibi. Demek tavayet bir katılgamanda. Aslısı bu tay. O nemde muştak tavayet vidin. Tavaytu da pilde biz tayaytu emez. Demek bunun aslısı vavi. Bu ne bugan bolsa vadin yötkelgen boğaşka bunu yine vavga kalp kılındaki vavne kaytırıldı. Kaytuhen aşçu yani vavga. Eğer o yaço ay vavdin kalp kılıngan bolsa onu vavga kaytuhen deydi. Eğer onda olmasa
Onun asli vovdan qaytmagan bo'lsa, undan qalb qilmagan bo'lsa, uni nima qilish vovga kirmisi bo'ladi. Hayyun deganda hayaviyun deb. Ama bu çünkü bu hayitu'dur. Hayye Yahya, hayitu. Bunun asıl yayı. Ama tayda onun asıl havayetvidir. Bu ne? Muhtemelen olsa bu yani vav ettiğimiz ki havaviyun ana dememiz değil. Demek hayyunun okşu. O hayyunun ki ikincisinin fethası vacip oldu ki yani fetha okuş vacip oldu. Kaçan? Qaysi vaqtda? Biriga nisbat bergan vaqtda. Hayyun. Uni nisbat bersak nima deymiz? Hayaviyyun degan o'xshash. Ikkinchi harfni shu pata qilindi. Buning uchinchi harfni vovga qalb qilindi. Agar u bir narsincho aslisi vovdan kelgan bo'lsa, vovdan maqlub bo'lgan bo'lsa, vov qalb qilamiz. Tayyun. Nisbat olsak tavoviy deymiz, chunki u tavoyetvidin kelgan bo'lishqa. Xo'sh, وعلامة تثنيته زبل النسب ومثل ذا في جمع تصحيح وجب. Endi tasniyning belgisini elayotgan. Bir yerga nisbat bermoqchi bo'lsam, tasniyning belgisini elayotgan deydi. Masalan, Zeydani dedik. Zeydani. Mesela bir adamın o'zini Zeydani deb ism qo'yibdi. Buning uchun alif bilan rabbiylik holatda at i'rob turibdi Zeydani deb. Nasbchalik holatda ya bilan. Bunda o vaqtda buni nima deymiz? Zeydayni. Bunda qolgan bo'lsa, masalan, tasniyning alomatini nisbat bergan joy nisbatdan jihatidan hazf qilganki, uni Zeydiyya mana deysan deydi. O aşın o'qishi tasniyning jamisida ham. Aşın o'qishi tashihning jamisida, ya'ni jami salomat o'g'anda. Zeydani. Buniki jami salim. Bizga Zeyduna mana kelganda. Bunun o'zida ham ash tasnin, ash jamininki alomatini hazf qilish ham vojib bo'ladi. Tasniyning alomatini hazf qilayotgan nisbat berish uchun. Ashni o'qishi tashihning, ya'ni jami salomatning o'zida ham vojib bo'ladi deydi. Nima o'qishi ay tasniyning alomatini hazf qilish degan gapning o'zi jami tasqihda, ya'ni jami salomatda rasmiy o'zini jami qanchaqda ham vojib bo'ladiki, ashni o'qishiki xonim aytasining alomatini hazf qilish degan gapning o'zi jamida ham vojib. Masalan, Zeydunada nima deymiz? Zeydiya deb. Masalan, imdod deb. Bu imdod jamma salimni mulhaqati. Buni deymiz bunda indiyun degan o'xshash. Bunda tasniy olsun, jami olsun, buning alomatlarini hazf qilgan deydi. وثالث من نحو طيب حذف وشذ طائي مقولا بالألف. Endi tayyibning o'qishdan bo'lgan uchinchisi hazf qilinadi. Tayyibning o'qishdan bo'lgan uchinchisini hazf qilindi. Fasalisun min nahwi tayyibin huzib va shazza ta'iyyun maqbulan bil alif. Bu az oldu. Ta'iyyun deb. Alif bilan deyilgan holda ta'iyyun deyish az oldu. Az oldu. Ta'iyyun o'qilish deyilgan holatda alif bilan. Bunda o'qish bumi bor, lekin ama az. Va tayyibning o'qishning uchinchisini hazf qilindi deydi. Yuqori diqqatida qanday holda desa vojib bo'ladi yoy nisbatninki maqabisini zir o'qish deb. Qachon deganda o yoy nisbat
Uni qachon desa, uni kasr o'qish vojib bo'lgan harfdan burun tushib qolgan bo'lsa, uni kasr o'qish vojib bo'lgan harfdan burun yuz bergan bo'lsa, bu yoy nisbatning ilgargisini zir o'qish vojib bo'ladi degan. Masalan, tayyib degandan o'zini deymiz, taybiyun deymiz deydi. Tayyibun. Tayyib deganda buni uchinchi harf qaysi? Tayyib. Shu tay chikarib. Yibun. Üç, B, tut. Tayyibun deganda. Mush uchinchi harfniki, uchinchi harfni. Yani idg'amni pek qilib, tayyibun. Tayyib degani idg'am bor. Tayyibun. İdg'amni pek qildik. İkinci harf, ikkinchi ya. Buning bo'ldi, uchinchi harf bo'ldi mana. Tayyibun deganda idg'amni pek qilganda tayyibun oldu. Demek ikkinchi nimine ikkinchi yani. İkinci yanimiz bir yerde üçüncü harf demek. Onu hazf qilib, qanday qilamiz? Hazf o'qiymiz. Onun için yay nisbatini keltiramizki, taybiyun deb. Taybiyun. Tayyibun. İkinci ya hazf ket idg'amni pek qilgan chog'da. Tayyibun deb. Üçüncü harfki, nima, üçüncü harf qaysi bunga tayyibun deganda, ya'ni ikkinchi yodi. Buni hazf qilyaptik, bunga idg'amga keldik. Taybiyun. Mana o'qiymiz deydi. Taybiyun. Ya'ni nisbatan maqamsini zir o'qildi. Taybiyun dedi. Va endi tayinda. Tayinda tayinda buni da nim debdi? Tayyun deb. Aslisi tayinda tayin. Bana da tayyun değil solattı. Tayyinda bunu üçüncü harfine qilib, asli bunun kıyas tayyun olsalat. Lekin bular bu kıyasını taşıldı. Dediğinde tayyun deb. Yani elif hemzge, yani elifqa ibdal qilib yetkeplamla tayyun deb bunda o'qidi deydi. Tayyun asli qiyos bunda o'qilishi kerak deydi. Çünkü tayyi bo'lgan ekan. Aslisicha tayyi kelime tayyin bo'lgan ekan. Bunaga yoy nisbatni ahli qilganlar tayyun bunda qo'shiladi. Lekin bu qiyosni tark etdi. Qiyosni tark etib qanday qildi? Bunun yosini tayyidiki ya nimine ya'nın üzerine hemzige yükledi. Ya'nın üzerine çok ya hemzige yüklep tayyun bunda oldu. Ya kaysıdı tayyidiki ya şu tayyun ikinci harf tayyun dedi. Ta'dan keyingi olan ikinci harf o kaysıdı ya'dı. Bu yani elif yüklep tayyun. Mandak ma o gayet kıyas bitol. Asıl kıyas nisbat berishninki uslubidagi qoida qonuniyat qiyos tayyi deyiladi. Tayyi yo'lida qiyos qiladi. Lekin buni tayyun deb deydi. Hatta tayyi deganda. Masalan, tayyibni o'qishni bo'lgan uchinchisi hasb bo'ladi. Mana hasb bo'latildi deydi. Hasb qilindiq, yuqori degandek tayyibiyun dedik. Nisbat o'yinchadi. Va tayyining az oldu tayi deyilganlikda elif bilan tayi deb. Tayyi deyilmedi deydi. Xo'sh. وفعلي فعيلة وفعلي في فعيلة التزم وفعلي فعيلة حتم deydi. وفعلي فعيلة da lazım tutuldu. Demek fa'ilet ne? Fa'ilet vezni kelgan bir ismni nisbat bermoqchi bo'lsak, buni da fa'ilet
Mundaq o ismning o'zincha e, qanday qildi desa, faila. Buni faali deb buni lozim tutildi dedi. Faila deb nisbat berishdi. Faila, Hanifa, Abu Hanifa degan o'xshash. Masalan, bunaqa Hanifiyun demaymiz-da, shunga Hanafiyun deb lozim tutildi. Failat degan ismni nisbat berishda faaliyun Hanifa degan o'xshash. Bu nisbat qilsak shunday deymiz. Hanafiyun deymiz-da. Hanifiy mansub. İmam Ebu Hanife mansub demoqchi bo'lsak, Hanafiyun deymiz. Nisbatan birinchi Hanifa deydi. وفعلي بفعيلة حتم وفعليدة فعليدة وفعلي hem fuailatında vacip sanaldı. Vacip sanaldı. Fuailatını nispet verişte fualini. Mesela Cüheni de bir de. Cüheyne. Bu bir mezhep, bir pırkının ismi o bu. Cüheyne diye olmuş. Mesela Fuayle. Hani Fuayle. Cüheyne. Bunun üzerine nispet bir işte ne deyimiz? Cüheni deyimiz deydi. Fuali vaziste. Vacip sanaldı. Fuali vaziste nispet bir işte Fuaylet degan kelgan ismda. Juhaynet degan ismning o'zini deydiganimiz Juhani. Mana vazib sanaldi deydi. Xo'sh. وألحقوا معللا من عريا من المثالين بما تأوليا deydi. Ve qo'shyapti ular. Nemini esa lemi kesilgan bir ismning o'zini. Ki xoli bo'lgan bu ism nimidan? Yani ta'dan xoli bo'lgan demakchi-da bu. Masalan, onun özünço yukarı iki misallardan ta'dan hali olan olsa eyni lam mu'tal olan olsa bunu çok eninde bir nersiki yakın kılındı bu ikisini ta yakın kılgan. Yani demek yukarıda Failatın dedik. Bu ailetin dedik. Bu ikisi tahqiqin qilgan bu yuqorqi misolda. Minal misaleyni bimatta ulayargan shu ikki misolinki yaqin qilgan bu ikki misolni tavug'an narsaga yaqin qilgan bundan burunqi paytda. Failatin, hanifatin, fuailatin, juhaynatin degan o'xshash. Bu ta'dan xoli bo'lgan narsachi lemi kasallanmagan bo'lsa, lemi muattal bo'lgan bo'lsa, buni mush ikki misolga qo'shib aytildiki, buni masalan failat vaziga kelgan bo'lsa, buni faali deb nisbat berish qoida kulli yo'lda deydi. Sen fuailat deb kelgan bo'lsa, buni faali deb nisbat berish shu qoidaga qo'shib aytildi deydi. Qo'shyapti lemi muattal bo'lgan bir ismning o'zini. Ki ariya bu ta'siz kelgan bo'lsa. Nima qo'shyapti desa, bir narsaki ikki bir narsaki yaqin qilindi bu ikkisini ikki misoldan yaqin qilingan, yuqorqi avvalgi baytdan yaqin bo'lgan. Failatin, yani biz shu failatin deb o'sha so'zni qo'shib o'tildi deydi. Demak, onun hukmi o ta'siz kelgan mushu mabeytdagi ta'siz kelgan ismning hukmi yuqorqi baytdagi tavlan kelgan ismning hukmi doğru deydi. Nemizda deganda onun yosini hazf qilishda va onun aynini zavar o'qishda. Masalan, failat dedik. Buni nisbatan dedik failat deganda fa'aliga nisbatan dedik hanifat degan o'zini hanafi degan o'xshash. Onu ya hazf bo'ldi ana failat. Buna nisbat bergandan keyin faali bo'ldi-da. Hanifat, Hanafi ya hazf bo'ldi. Va u yoning va uning aynini ham pati o'qishdi. Asli ayni nisbatdan burun zirti.
Failat, hanifat deb. Nisbat bergandan keyin hanafiy deb zavarga aylanib qolib qoldi. Demak, eningki nim bo'ldi? Tasiz bo'lgan narsaning hukmi eningda bo'lgan narsaning hukmi o'xshash bo'ladi deydi. Masalan, adiyun debdik. Adiy, adiyun. Fa'ilun. Yani tasiz oldu bana o. Fa'ilun. İlgaki fa'ilatun olan olsa manço fa'ilun oldu. Adiyun. Bunu qanday nisbat vermizgen anlamı qanday qilib o'rganda ikkinchi buni yozib qilindi mana adiyun adiyun adiy uchinchi harf mahsub bo'ldi. Mahsub bilan buni qanday qildik? Adaviy qildik. Adaviy mahsub bo'lgan yoni uzun vovni qalb qilib oldik. Adaviy yani orada vana keldik ve onun aynı zavar oldu ki asli adi degende onun aynı dal nisbatan burun zırtı nisbatan bir bo'lgandan keyin bu zavar o'qildi adaviy degan so'z qusay deganim shundoq qusayyun masalan puaylun onun ta bo'lgan vazisi qaysi deb puaylatun deb Cüheynetun degan o'xshash. Va ta'siz kelguncha Qusayyun. Ta'siz keldi fuaylun vazida. Buni qanday qilinadigan buni Qusaviyun deyildi deydi. Yaz nasib qilib vazmi o'rniga vovni tegishib, onun aynni zavar o'qilg'ash. Qusayyun sat. Emniyet bu sattı zavatı zaten. Mesela Umeyyetun da. Qandaki Umeyyetun deganda Umaviyyun degan o'xshash. Umeyyetun. Umeyyetun. Fuaylatun. Juhaynatun deganda Umeyyetun. Ya'ni qilatdiq. Ondan keyin qanday bo'ldi deganda uning aynni zavar qildik. Amiyat bo'lmiz zavar ayni ma'na. Umeyyetun. Buni qanday qildik? Nisbat qilgancha Umaviyyun. Bunda deymiz deydi. Demek Kuşvatula eyni kesel olan adavi adiyun kusayyun işkilse eyni muatel yani eyni nakıs adi kusay işkilse şu leme lam muatel yani nakıs bu ta'dan hali oldu. Buna yukarı ta boğan bu iki hükümge yani iki misalge kuşvatlı nahyu manada deydi. Qusayyun udayyun mundaq jami qilgan bo'ldi nisbat so'ragan bo'ldi deydi. وألحقوا معللا من أريا من المثالين بمتى أوليا خوش وتمموا ما كان كالطويلة وهكذا ما كان كالجليلة وتمام qildilar bir narsaniki bo'ldi nas tavila o'xshash bo'lgan narsani tamom qildi bundan bir narsani az oltimi dedi sizlar shunga o'xshash jalila o'xshash bo'lgan narsani o'zini mayli bu mana ayni mo'talib yuqorida lemi mo'tal bo'lsa degan husay uday degan o'xshash yoki adi husay degan o'xshash buni o'zincha adaviy husaviy deb buni jami qilgan bo'lgandiq ya'ni azib qilib uning aynni zabar o'qib nisbat bergandan keyin ya'ni azib qilgan aynning deganligimiz ikkinchi harfni yani aynning barobiridagi usul salasidagi aynin faaladagi mushun aynning barobiridagi kelgan harfimizni zabar qilgan bo'lgandiq adi adaviy qusaviy degan o'xshash endi qaviyaga o'xshash bo'lgan narsamizni tamom qildi
Yana bir narsa failat vazgeçti. Tavilat diye olmuş. Onun aynı muhtalıklı. Tavilat o tavil. Aynı muhtalı. Yani ecvab oldu da bu. Yakın mudafıtı. Celile. Lam bilen lam celile. Lam bilen lam cemikelde bir kelimede. O mudaf sulasi. Muşu şoğan bolsa, kanda oldu degende, em bunun yası nispet ço ez kılmayır. Ay yukarıda ez kılmagan. Yukarıda ailet vezkegen, yaki puailet vezkegen isimnin üzerine nispet vermek çoğan bolsak, yasını ez kıladigan, ikkinchi harfni zevar kıldigan bolgan. Hanipetnin üzerine Hanepi, Cüheynet'in üzerine Cühani, Adin üzerine Adavi, Kusayn üzerine Kusavi degan o'xshash. Ma'noda cho'g'u deganda ma'u buni tammamu to'liq kamil qildi nahviy olimlari. Hazf qilsa bir narsa kam naqs bo'lgan bo'ladi. Buni hazfga nasib bo'lmadi deydi. Hazf qilishning badalida o'z peti qo'ydi. Tam qildi. Kamil qildiki, ma kana kattavila. To'liq qildi. Nuhatla nahviy olimlari bir narsaga tavila o'xshash bo'lgan o'xshuncha to'liq tamom qildi. Hazf qilmadi demak. هنا نسبة لكن ناس كل شوات أصلا أي معطى لم معطى لو قد قاسا هذا هنا مدى لا بونس ناس كل مدى حنيفة ديجن زمان حنفي ديجن توق وندا ناس بود كمان دخش بومدى ديدا تمام بلولا بالناس بلولا ناسا طويلة وخشش ناس تمام قلنا Hoşlanış bir nesil bulduğunu celile okşuş olan nesilsin misin? Meyli ona aynı muhattal olsun, tavile okşuş. Yani ecvap olsun. Meyli o mudaf sulası olsun, celile okşuş. Bunun yüzden iş pırsınca kımede, ez kımede, bir nesil ez kılmay, onunla aş peteklilen ve yani ez kıltemini. Fakat az kılınmaktan esim oldu, ta az kılındı. Mesela tavilatunda da taviliyun anladın. Tavil ya özbet kalbini yani az kılındı bana. Celil, celiletten celiliyun de. Yani muhatal olsa yani bunlar ecvab olsa. Meyli o ecvab vavi olsun ya ki ay olsun. Ya ki mudaf sulasi olsun. Mudaf iki kısım. Mudaf sulasi ve mudaf rubai. Ma mudaf sulasi oldu. Celiletun. Celiletunda celiliyundur. Manda kelip bu fakat ya nim bo'lmadi taz bo'ldi ama ya'nın o'zi normal qoidada yuqori qoidaga aytganda bu ya mahsub keladi. Hanifat degani ya hazb kelgandek nisbat qilgan hanafiy deydik tabii ya hazb bo'ladi. Bunun da ya mahsub bo'lmaydiki hazb qilishning badiliga ular hazb qilmay to'liqli deya ular deydi. To'liq qildi, kamil qildi ular tabiatini o'qishni. O'xshash bir narsa bu narsa jaliliyatga o'xshash bo'lgan narsani o'zidagi muzaf silasi bo'lgan bo'lsinmi, unda ya hazb qilmadi. Balkim ya nisbatni yo'q oyoqqa akiliverdi, ya'ni hazb qilmasdan deydi. Agar fuaylat bilan kelgan nasm shundoq, masalan, bu narsa talama u muzaf silasi bo'lgan bo'lsa, fuaylat bilan kelgan bo'lsinmi, u vaqtda uni qanday qilamiz? Yani hargiz u yerda ya'ni hazb qilmaydi. Misol qulaylat, qulayla. Unca nisbat esa qanaqa deymiz? Qulayliyun deb ana. Ya bati nisbatdan burun va nisbatdan keyinmi? Ya yana qilib qilaverdi. Qulaylatunda qulayliyun. Bundan deyildi. Xo'sh, darsimizning davomi keyingi soat bo'ladi. O'shanda to'xtaymiz inshaalloh hozir. Va axiru davana alhamdulillahi robbil alamin.